Guayu'nun batırlığı hakkında qıssaning mana ikkinchi qism davomi ya. Mazmunning davomi qiziqadigan do'stlar meni Guanju qilib, filmning davomini anglang. Endi mushu vaqtingizda Guayu buning yordam qilib 3 kunning ichida orqa-marqadan Yalliang Wenchularning kallasini oladi. Shuning bilan bu vaqtda Guayuning nomi yana bir qatim chiqadi. Albatta mushu vaqtgi batırlığıga endi Chilan Turuqning ayvisimi bir taraf qarsak bo'lmaydi, shunami? O'z vaqtida men Chilan Turuqnikining ayrim so'zlagan vaqtda mush mazmun so'zlagan. Endi bu Wenchuni o'ltirib bo'lgandan keyin Liu Beining hayot ekanligi ma'lum bo'ladi. Shuning bilan bu yer Guayu butun mol dunyo sahib jamoalar hammasini tashlab mush otlarni elib bu vaqt ketadi. Bu vaqtda Guayuning 3-cho'ng batırligi nima? 5 o'tkalda o'tkicha ol sanğunning kallasini oladi. Hammadan butun jahon hayron, asti qoldi. Guayu hamda mushlarni o'ltirgandan keyin mushni anglabmi, savsa yana bo'pti deb mardlikni oxiriga chiqilay. Chidig'anga chiqargan jahon bu deb Guayuni yana qo'yib bergizib Hatta shu vaqtda Guayu'ga bir tonni birdi-ku. Bas Guayu otdan tushmay turib shamshirning uchiga ilib kiyib oldi. Savsav bo'ptilar, davatidi yana. Endi Savsavning qilgan shu mardligiga Guayu'dan javob keldimi? Keldi. Endi bu asardagi eng cho'ng jang Shirbi urushida yana Savsav bilan Sunliu ittifoq o'tirishdi bu jangda Huarong yo'liga kelgan vaqtimizda Savsav noit bichara yengilib aran net yuz lashkar bilan shu vaqtda mangan. Shu vaqtimizda Guayu Huarong yo'lida buni saqlab turgan. Albatta Zhuguliangning tadbiri va buni yana bir qism so'zlab qo'ygan. Endi Guayu Savsavning o'z vaqtida o'zi qilgan yaxshiligi, shu mardligi, shu qilganlariga bir javob qaytarish uchun o'z kallasini ketadiganga Zhuguliang va'dnoma yozgan. Savsavni o'ltiramsam mening kallamni angla deb va'dnoma yozgan. Menda lashkariy qonun bor. Davada Guayu Savsavni qo'yib tursa kallasini oladigan gap. Biroq Guayu bo'pti, mening kallamni olsin mayli deb Savsavni mard bilan qo'yib turibdi. Nəhayət ta'sirli qo'mashiri. Endi shu vaqtning o'zida Guayuning eng cho'ng yordamchisi Jousang yanada bor. Guayuning mardligini ko'rib, bu hayron qoladi. Nurg'ullar mishani ko'rib deydi, Guayu asli undaq qilmas bo'ldi. Savsav degan nima bilgan bilan dushman. Shu vaqtda o'ltirib olsa, balkim Liu Bei joni birlik keltira oladi deydi. Guayu undaq qilsa bo'lmaydi. Chunki Guayu qanday odam? Guayu mangu namertlik qilmaydigan odam. Hamda keyin bu yerda Liu Bei Hanjung diyorini egallagandan keyin Sunchuanlar o'ltiramay Liu Beiga qaytib maktub avatib, hech bo'lmasa Changsha qatorliq 3 viloyatni o'zim qaytirib berib turinglar deydi. Bu vaqtda Jingjuno Bey kim u? Guayu deydi. So'ngra Guayu bular bilan suhbatlashgandan keyin men bilan suhbatlashishga ish bo'lsa, Lusu o'zgasin deydi. Liu Ming Guayuga Lusuning nihoyat qattiq og'riq ekanligini degandan keyin amsi men qarshi qirg'oq o'tay deb bir Jousang, bir Bardar Shamsharni ko'tirib qarshi tarafga o'tdi. Endi shu vaqtning o'zida Liu Ming tirib qo'ygan, bularni qo'rishib olgan bir xatarlik vaqtning o'zida endi Lusu deb qo'ydi-ku. Shu vaqtning o'zida Guayuning birinchi inkasi nima? Jousangni chiqarib atdi tillab. Jousangni ishtirib chiqarib atdi silkib. Nima ish qilishda qilgan tushundinglarmi? Jousangni keyin tushundi. Chunki bu yerda Jousang yuziga bir ziyon zahmat yetib qolmasligi uchun Guayu Jousangni qo'g'dab atdi. Men bir ish olsa, men kelsin, sen kelsin. Mandaq mardligini ko'rib Jousang shuning uchun bir umr Guayuning etini yetlab o'lib ketishga rozi bo'ldi. Arziydiga madam deb. Shuni olama shu vaqtning o'zida hamda Guayu qaytishida Lusular deydi-ku. Ha, men asli Jangdongda botir qahramon yo'q deb o'ylab ekanman. Bugun his qildim, xatolashibdiman. Lusu odam avatib Changsha qatorliq 3 viloyatni aqlsiz o'tkazib beray deydi. Shuni bilan Lusumu bu vazifaning ustidan chiqarildi degan gap. Hamda keyin bu yerga Sun Sao ittifoqi, ya'ni Sunchan bilan Savsa birlashib Guayu qarshi chiqdi. Jingju'ni tang bilishib oldi deb. Shu vaqtning o'zida Guayu qo'rshavda qoldi. Shu vaqtning o'zida Jousang bular deydi-ku, taslim bo'ldi yoki qochikitli desa. Qochikitli taslim bo'ldi. Men degan kim o? Men degan Guayunchang. Men taslim bo'lsam qanday qiladi? Men o'z vaqtida og'am bilan shopqiliq qasam bichgan. Jingju'ni saqlashdan iborat muhim vazifani menga bergan bo'lsa, endi men bu yerga taslim bo'lsam, va yoki qochib ketsam, kishilar nima deydi? Men qandaqmi Guayunchang otilalayman. Agar Jingju qo'ldan ketsa bir o'lim, men kallam bilan javob qilishga rozi. Shuni bilan shu vaqtning o'zida Guayuning bir mag'lub bo'lishini nurg'ullar Guayuning ashaliq hakavrligi deb qaraydi. Ya'ni Sunchuan buning elchavatgan asli bir yarishib, chiroyli yo'llar hal qildikmi deb. Guayu nima deb soldi? Yo'lvosning pushtini itning kuchiga ko'rmanma dedi. Hamda bu yerga
soğuçuluğu bor, vakavurluğu bor. Lekin Guayu'ning yengilib qolishiga muhim sabab u emas. O'z vaqtida Sausalni Sunni ittifoqi chekingan bo'lsa, endi bir Guayu'ni Sausun ittifoqi. Sausal ilgari qurilib Pangde, Yujing, Sauren, Sauhong, Shuhuang, Saojang qatorliq 6-7 sanog'uni orqa-marqa tumanning kichik lashkarlar avatdi. Üst tarafdan Jiangdongdagilar Lumoning boshchiligida 20 tumandan ortiq lashkar bilan keldi. Yana bu yerdagi Meifan qatorliqlar setilib ketdi. Ishki setilish, sirtqi ikki tarafdan qo'rshash Guayu yengilmay amal yo'qda, har qancha botir bo'lsa-mu. Mushundaq cho'ng sabablar tufaylidan Guayu anonlikini yengildi. Liqbak oddiy yengilib qolgan ish yo'q. Bugun ikki atsini tatqiq qo'ygan ish yo'q. Bu jang xeyli uzoq suzilgan, Yujingni tirik tutgan, Pangdoning kallasini olgan, eliq daryodan suv boshlab nurg'un qo'shinni tarmar qilgan. Eng oxirida bulanmay anodin keyin mag'lub bo'ldi. Bu xeyli tastaballa, unda oddiy ish emas. Endi Guayuning akavurligi men burunmi degan yuziga yarashgan. Guayu shunda akavurlik qilishga, qo'chilik qilishga haqli. Bir davrning ashunda qahramoni ham may so'g'cha Huashongni qatl qilgan, Baymat Kmasir Yelliang Wenchulaning kallasini olgan, 5 o'tkalda o'tkichi 6 Sambunning kallasini olgan. Shundaq bir katta botur qahramon akavurma kim akavuruldi. Akavurlik qilish uningga yarashidi. Guayu ham menga o'xshash kuchlilik emasga va sizlar o'zlari deb turganga. Dushman kasb xapomsanlar bir chiroyli qilib qilsa yo'ltasliya, xapomsliya. Guayu unda qis qo'llasliklar qanday agishidi deyman. Guayu ashundaq hech kim ko'z gilmaydigan, hammasini mansitmaydigan ashundaq botur, ashundaq hayvat bulalg'ashqa qo'llasliklarmi Guaga deb turdi. Shun ta bugungacha hammamiz cho'ng bilamiz, nurg'unlarimiz yoqtiramiz. Shuning uchun Guayu uyuz yolg'iz ash bardar shamchirini tutib, tuman ming kishilik qo'shinni aymandira oladi. Masalan, shu vaqtingizda Guayu qiyirgan vaqtingizda jondagi boturlarning hammasini Guayuning kallasini og'izga kitdi. Nimishqa Joviyning kallasini og'izga kelmaydi, nimishqa Jangfeining kallasini og'izga kelmaydi, nimishqa hammasini Guayuning kallasini og'izga keldi. Nimishqa shular qildi, o'ylab beqinglar. Boshning javobini bilganlar bir pingon o'qib beqinglar. Shu parchalar haqida qissa nomli asarda yani qaysi baturlarni anglanglar olsa, meni Guanju qilib, pingon o'qib qo'yinglar, keyingi sonda davom ettiramiz. Rahmat.